Nodirbek Narzullayev, Yangiqo'rg'on tumani Davlat xizmatlari markazi sho'ba boshlig'i. Xush kelibsiz. Yaxshi keldingizmi? Assalomu alaykum avvalambor. Xursand bo'ldik sizni kelib. Bilasizmi, har safar mana shu davlat xizmatlari markazidan mutaxassislarni taklif qilamiz va ular bilan biron soha bo'yicha gaplashganimizda vaqtimiz yetmay qoladi. Shuning uchun muxlislarimizni ko'p savollari javobsiz qolib ketadi. Ana shu savollarni har gal dasturimizda albatta berib, javobini olib berishga harakat qilamiz. Demak, huquq va erkinliklar bilan bog'liq. Albatta. Juda ham ko'plab savollarni berishgan tomoshabinlarimiz, ularni esa siz saralagansiz. Albatta saralab olganmiz. Telefonimda ham bor va albatta hozir o'qib berishga harakat qilaman. Muxlisimiz yuborganlar: "Men pensiya yoshiga to'ldim. Pensiyaga chiqmoqchiman, lekin mehnat daftarcham yo'qolgan. Avvalgi ish haqi va ish stajimni qanday olsam bo'ladi?" degan savol bilan murojaat qilganlar. Qanday javob berasiz? O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining tegishli qarori bilan fuqaroning ish haqi va mehnat faoliyatini tasdiqlash to'g'risida davlat xizmat ko'rsatishning ma'muriy reglamenti tasdiqlangan. Ushbu reglamentga asosan fuqarolar davlat xizmatlari markazlari yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali o'zlarining o'sha ish haqlari va ish stajlarini terish bo'yicha davlat xizmatlaridan foydalanishi mumkin. Bunda reglamentga asosan 2004-yilgacha bo'lgan davrlar ish haqlari terib beriladi arxiv orqali. Ya'ni o'sha 2004-yildan oldingi davrlar. Bunda savol tug'ilishi mumkin, undan keyingi yillarchi? Undan keyingi yillar bo'yicha byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasi tizimiga alohida platforma joriy qilingan. Unda o'sha 2004-yildan keyingi davrlarni o'sha fuqaroning murojaatiga asosan ular o'sha platforma orqali arxivlardan ma'lumotlarni yig'ib, ish haqlarini terib, o'sha 2004-yilgacha bo'lganlarni davlat xizmatlari markazi orqali, undan keyingi davrlarni o'sha platforma orqali yig'ib, fuqarolarni o'sha ish stajlarini jamlab, o'sha pensiya chiqish masalalarini ko'rish mumkin. Ushbu davlat xizmatlari davlat xizmatidan foydalanish uchun fuqarolar o'sha o'zlariga eng yaqin bo'lgan davlat xizmatlariga yashash joyidan qat'iy nazar murojaat qilishlari mumkin. Yokida o'sha o'zlarining shaxsiy kabinetlari orqali ham uyda o'tirgan holatda ushbu xizmatdan foydalanish mumkin. Bunda o'sha o'zlarining ish haqlari saqlanadigan arxivlarga murojaat yuboriladi. Arxiv tashkilotlari o'sha murojaat kelib tushgandan so'ng 20 ish kuni mobaynida o'zlarining ma'lumotlar bazasini ko'rib, ish haqlarini terib, mehnat faoliyatiga oid ma'lumotlarni yig'ib, o'sha tasdiqlab fuqaroning shaxsiy kabinetiga yoki o'sha davlat xizmatlari markazlariga yuboradi va o'sha ish haqlarini keyin o'sha pensiya jamg'armalariga topshirib, o'sha o'zlari pensiya tayinlashga murojaat qilishlari mumkin bo'ladi. Albatta. Juda ham to'g'ri ma'lumotlarni aytdingiz. Menimcha bizga mana shu savolni yuborgan muxlisimiz bizni kuzatib turgan bo'lsalar, ayni paytda foydali bo'ldi deb o'ylayman. Yana bir muxlisimizdan savol kelgan. Men kredit tariximni bilmoqchiman va uni boshqalar tomonidan bilishga va nomimga kredit olishga taqiq qo'ymoqchiman. Qanday qilsam bo'ladi degan, shunaqa qilsam bo'ladimi degan savol yuborganlar. Qanday javob berasiz? Hozirgi kunda juda ham ko'p dolzarb mavzu bo'lyapti bu ham. Uchrayotgan masala bo'lib turibdi. Kredit tarixini olish uchun fuqarolar o'sha yuqorida aytib o'tganday o'zlariga eng yaqin bo'lgan davlat xizmatlari markazlariga yoki o'zlarining yagona davlat xizmatlari portalidagi shaxsiy kabinetlar orqali mygov.uz ga kirib o'sha kredit tarixini olish bo'yicha davlat xizmatidan foydalanish mumkin. Shu bilan birga u yerda xizmatlar ichida shu kredit tarixini olishga cheklov o'rnatish davlat xizmati ham mavjud. Buni o'sha o'zlari foydalangan holda o'zlari foydalanib kredit tarixi olishga cheklov o'rnatadi yoki o'sha davlat xizmatlari markaziga borib murojaat qilib o'zlari borgan holda ushbu xizmatdan foydalanishi mumkin bo'ladi. Bunda o'sha mana hozirgi kunda o'sha prezidentimizni birinchi sonli qarorlari bilan tasdiqlangan firibgarlik, kiberjinoyatga qarshi kurash bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorga asosan ham shu narsalar joriy qilinib, mustahkamlab qo'yildi. Bunda o'sha fuqarolar o'sha
qachonki o'zlari ruxsat bermagunicha bu xizmatni ochmagunlaricha bularni kredit tarixini ham olib bo'lmaydi yoki bularga kredit ham rasmiylashtirib bo'lmaydi. Buni o'sha hozirgi kunda juda ko'pchilik foydalanyapti. Kredit tarixini va kredit olishga bo'lgan cheklovlarni hamma faollashtirib qo'yapti hozirgi. Juda ham to'g'ri ta'kidladingiz. Bilasizmi, aynan kredit tarixini olish va kreditga cheklov qo'yish 3 ta yo'l bilan amalga oshiriladi. Birinchisi, davlat xizmatlari markaziga borib, o'sha mutaxassis yordam bilan qilinadigan bo'lsa, ikkinchisi yagona interaktiv davlat portali orqali va uchinchisi aynan xazna mobil ilovasi orqali ham, demak, bu narsaga taqiq qo'yib yoki kredit ma'lumotlaringizni olishingiz mumkin bo'ladi. Buni yaqinda o'zim ham sinab ko'rdim. Juda ham to'g'ri, chunki barcha o'sha xavfsizlik ta'minlangan. Demak, One ID orqali o'sha yuz skaner orqali amalga oshiriladi, barcha xavfsizlik ta'minlangan. Shu bilan birga yana bir muxlisimizdan savol kelgan. Kredit olish maqsadida bankka murojaat qilgandim, lekin bank xodimlari mening ma'lumotlarim yagona tizim orqali bloklanganligini aytishdi. Buni qanday bartaraf qilsam bo'ladi degan savolni ham taqdim etishgan. Hozirgi kunda bunaqa murojaatlar juda ko'p bo'lyapti markazga ham. Hozirgi kunda juda ko'p, deyarli barcha fuqarolarning o'sha One ID tizimidagi boshqa tashkilotlar tomonidan ma'lumotlarni ko'rish, boshqarish, qayta ishlashga taqiq qo'yilgan. Tek hammaga bir barobar taqiq qo'yilgan. Bu taqiqni olib tashlash bo'yicha juda ko'p murojaatlar bo'lyapti. Buni olish uchun fuqaro o'sha yagona tizim, yagona identifikatsiyalashning yagona tizimi bo'lgan id.ego.uz sayti orqali ro'yxatdan o'tadi. Ro'yxatdan o'tishda asosiy talab telefon raqam, ya'ni o'zlarining pasportiga olingan sim karta orqali ro'yxatdan o'tish kerak bo'ladi. Ro'yxatdan o'tgandan so'ng u yerda ma'lumotlarni boshqarish bo'limi mavjud. O'sha bo'limdan o'sha o'zlariga kerakli bo'lgan bank yoki tashkilotga o'sha o'zining shaxsiga doir ma'lumotlardan foydalanish uchun ruxsat berish bo'limi mavjud. Shu yerdan ruxsat berib, xizmatdan foydalangandan so'ng yana o'sha joyga kirib, ruxsatni cheklab qo'yish imkoniyati hozirgi kunda mavjud. Bunda o'sha yuqorida aytib o'tganimizdek, o'sha kiber jinoyatlarni, firibgarliklarni, o'sha boshqa nomiga o'sha kredit olishlar, bularni oldini olish maqsadida joriy qilingan bo'lib, buni o'sha yagona identifikatsiyalash tizimiga kirgandan so'ng ushbu xizmatni faollashtirish uchun asosiy navbatda elektron raqamli imzo yoki mobil ID talab etiladi. Agar shu ikkita vosita mavjud bo'lmasa, u ocha olmaydi. Buning uchun o'sha MyGov portali, MyGov ilovasining mobil ilovasi mavjud. O'sha orqali mobil ID dan o'tish kerak yoki davlat xizmatlariga tashrif buyurgan holda u yerdan elektron raqamli imzo olishi mumkin yoki u yerdan mobil ID ochtirib, o'sha orqali ham o'zini o'sha blokdan chiqarishi mumkin, ma'lumotlarni foydalanishini ochiqlashi mumkin. Demak, mana shu kredit olmoqchi bo'lgan inson qanday holatda blokka tushib qoladi? Masalan, kredit qarzdorligini vaqtida to'lamagan taqdirda ham blokka tushib qolishi mumkinmi? U mana bu kredit tarixiga borib taqaladi. O'sha haligi yomon holatga tushib qolgan mijoz deb baholanadi. U alohida masala. Bu hozirgi yagona identifikatsiyalash tizimidagi taqiq O'zbekiston Respublikasi hozirda barcha fuqarolarda joriy qilib qo'yilgan hozirgi kunda. O'sha tegishli tashkilot, bu yerda banklar bor, boshqa tashkilotlar bor, mikromoliya tashkilotlari bor. O'ziga kerakli bo'lgan bankka o'sha ruxsat berish imkoniyati yaratilgan. Tushunarli. Yana bir ajoyib savolimiz bor. Bilamizki, bugungi kunda tadbirkorlik rivojlanib, har bir tadbirkor o'z ta'sisligida bir nechta mas'uliyati cheklangan jamiyatlarni o'sha ochib qo'ygan va mana shunday tadbirkordan SMS kelgan. Mening ta'sisligimda 3 ta mas'uliyati cheklangan jamiyat bor. Shularni birlashtirmoqchiman. Shu haqida tushuntirib bersangiz degan savolni yuborganlar. Qanday javob beramiz? Bunda agar 2 ta yoki 3 ta jamiyat o'zlarining nomida bo'ladigan bo'lsa, fuqaroning o'zi nomida bo'ladigan bo'lsa, o'sha amaldagi qoladigan jamiyatga o'sha faoliyat yuritish maqsadga muvofiq bo'lmagan, ya'ni o'sha yopib yuboradigan yoki qo'shib yuboradigan jamiyatlarni
barcha huquq majburiyatlari, qarzlari, haqlari, soliq majburiyatlari, mulklari, mol mulklari, o'sha balansda jamiki bor narsalar, barcha huquq majburiyatlarini o'sha boshqa bir jamiyatga o'tkazgan holatda qo'shib olish joriy qilingan O'zbekiston Respublikasi mas'uliyati cheklangan jamiyatlar to'g'risidagi qonunda belgilab qo'yilgan. Bunda o'sha qo'shib olinayotgan hamda qo'shib olayotgan jamiyat tadbirkorlik subyektlarining yagona davlat reyestrida faol holatda bo'lishi talab etiladi. Ya'ni o'sha ishlab turgan jamiyatlar bo'lishi kerak. Bu fuqaroga tadbirkorga nima beradi? Bu o'sha qo'shib olgandan so'ng qo'shib yuborilgan jamiyatlar avtomatik tarzda o'sha tadbirkorlik subyektlari yagona reyestriga ularning davlat reyestridan chiqarilgani, ya'ni tugatilgani to'g'risida yozuv kiritiladi. Bu esa o'sha ularga o'zi alohida o'sha yopish bo'yicha tashkilotlarga murojaat qilish, boshqa kabi masalalarni ixchamlashtirib, soddalashtirib beradi. Tushunishi bo'yicha, demak, bitta mas'uliyati cheklangan jamiyatni o'zini albatta manzili bo'ladi, to'g'rimi? Manzili bo'ladi. Elektron imzo, shunga o'xshash hujjatlari bo'ladi. Ularni birlashtirish uchun yopib turib, bitta MCHni tarkibida yangidan ochish kerakmi? Yoki uchalasini bitta o'sha nimaga ta'sisga o'tkazish mumkinmi? Deylik, masalan, bitta jamiyat bo'ladi, 3 ta jamiyat bo'ladigan bo'lsa, bitta jamiyat qoladida, qolgan 2 ta jamiyat barcha o'sha huquq majburiyatlarini o'tkazgan holatda bunga o'tib ketadi. Qo'shib yuboriladi, ular davlat reyestridan chiqariladi. Tushunarli. Yana bir savol kelibdi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Meni savolim bor. Ikkinchi guruh nogironiman. Dam olish maskaniga, sanatoriyaga borishim uchun navbat kutamanmi yoki navbatsiz jo'natiladimi deb O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining tegishli qarorlari bilan keksalar va nogironligi bo'lgan shaxslarni sanatoriylarda dam olish bo'yicha davlat xizmatlari ko'rsatish reglamenti tasdiqlangan. Ushbu reglamentga asosan guruh nogironligi bo'lgan shaxslar 2 yilda bir marotaba, yoshga doir o'sha pensiya yoki nafaqadagi shaxslar 3 yilda bir marotaba o'sha tekin holatda sanatoriylarda dam olishga yuboriladi. Bu ham o'z tartibiga ko'ra navbat bilan amalga oshiriladi. O'sha davlat xizmatlari markazlariga tashrif buyurgan holda yoki qayerda bo'lsalar o'sha tumanga boradilar. Xohlar o'zlariga yaqin bo'lgan davlat xizmatlariga borib, o'zlarining o'sha sanatoriylarning ro'yxati bor. O'zlariga ma'qul kelgan, dam olish mumkin bo'lgan sanatoriyni tanlab shu yerga navbatga yoziladi. Navbat kelgan kuni inson ijtimoiy markazlar tashkilotlari fuqaroga o'zlari xabarnoma yuborib, shu navbat kelganligi to'g'risida ularni sanatoriyaga yuborishdi. Demak, o'sha mahallani o'zida ijtimoiy xodim bilan gaplashsalar, hamma ma'lumotni yana ham to'liq yetkazadi. Albatta, menimcha to'liq bo'ldi. Savollarga javoblar, tavsiyalar va ma'lumotlar uchun sizga ham minnatdorchilik bildiramiz.